Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, bugun 27 fevral 2026-yil juma yomlari amalaringiz muborak bo'lsin. Bugunga olib qolgan mashinamiz Jack bo'ladi. Yevropa Gaz. Usto Mirshod, ishlar jarayoni bilan tanishtirib chiqing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jack M3 mashinasiga betavrot beramiz. Bu mashinamizga ikkita balon o'rnatilyapti. Bitta 65 litrlik, bitta 30 litrlik. Zapchastlar bilan tanishtirib o'tamiz. Yaqin olib bersin. Yevropa Gazdan avans servis 2 blogi. Rail 2 ohmlik argon injektori reduktorimiz Adex. Zaplanishlar kuzatib bo'lsangiz, haydash jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Bo'lib bu birinchi, yana bu ikkinchisi yana turibdi biri. Ikkinchi mashinani ham olib qo'yganlar bu kishi. Adres bilan tanishtirsak, anamda avtovokzal yo'li bilan kelamiz. Kelasizlar. Ana biri Yevropa Gaz deb yozilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.